yurak ritm buzilishlari, ya'ni yurakni tez va sekin urishlari haqida gaplashamiz. Odatda biz 100 tadan yuqori bo'lgan yurak urishlari sonini normadan tez, ya'ni taxikardiya deb qabul qilamiz. Yurak urishlar sonini 40 va 50 tadan pastga tushib ketish holatlarida bemorlarda bosh aylanishi, ko'z oldi qorong'ulashish, hushdan ketish kabi holatlar kuzatilishi mumkin. Energetik ichimliklarni, kofe, kola yoki shunga o'xshash ichimliklarni muntazam ravishda iste'mol qilib keladigan insonlarda ham yurak urishlari soni ko'p bo'lsa, ular shu ichimliklarni qabul qilishni to'xtatsa, yurak urishlar soni dorilarsiz ham normal holatga kelishi mumkin bo'ladi. Assalomu alaykum. Bugun yurak ritm buzilishlari, ya'ni yurakni tez va sekin urishlari haqida gaplashamiz. Yurak taxikardiyalari bu nima? Yurak taxikardiyalari odatda ikki xil bo'ladi. Bu funksional yurak tez urishi va yurakni patologik, ya'ni kasalliklar sababli tez urishlari. Bu yurakni tez urish kasalligi o'zi taxikardiya deyiladi. Haligi aytib o'tganimizdek, funksional yurak tez urishlari, ya'ni taxikardiyalar odatda odamlarda kuchli stress, charchoq yoki qattiq his-hayajon natijasida yoki og'ir jismoniy mehnat bajarish vaqtida yuzaga kelishi mumkin bo'ladi. Jismoniy mehnat ta'sirida yuzaga keladigan taxikardiyalar ham o'z navbatida uni intensivligiga qarab tez yoki o'rtacha tezlikda kuzatilishi mumkin. Bundan tashqari, yurakni patologik tez urishlari, ya'ni taxikardiyalari ikki xil sabab, yurakka bog'liq bo'lgan va yurakka bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra ajratiladi. Yurakka bog'liq bo'ladigan sabablari bu yurakni o'zini kasalliklari, ya'ni yurakni ishemik kasalligi, klapan kasalliklari, kardiomiopatiyalar, bular yurakni tez urishiga sabab bo'lishi mumkin. Yurakdan tashqari bo'ladigan kasalliklar, ya'ni qandli diabet, gipertoniya kasalliklari, endokrin tizimi kasalliklari va bundan tashqari yurakka va boshqa kasalliklarga qabul qilinadigan dorilar ta'sirida yuzaga keladigan taxikardiyalar bo'lishi mumkin. Yurak tez urishi doimiy bo'lsa, u holatda uni davolash kerakmi yoki yo'qmi degan ko'pchilik savol berishadi. Yurakni taxikardiyalari aytib o'tganimizdek normal, ya'ni fiziologik va patologik bo'lishi mumkin. Agar bizda yurak urishlari fiziologik ta'sirlar natijasida kelayotgan bo'lsa, bu holatda uni davolash shart emas. Ya'ni ta'sir qiluvchi omil bartaraf etilsa, o'z-o'zidan yurak urishlari normaga keladi. Masalan, stress holatidagi bemor yoki inson o'sha stressdan chiqsa yoki og'ir jismoniy mehnat bajarib turgan vaqtda tinchlansa, dam olsa, shu holatda o'z-o'zidan yurak urishlar soni normallashadi. Ayniqsa ko'p kofein iste'mol qiladigan, energetiklarni qabul qiladigan, kofe yoki shunga o'xshash yurakni pulsini ko'tarishga sababchi bo'ladigan ichimliklarni ko'p iste'mol qiladigan insonlarda ham shu ichimliklarni ichishni to'xtatgandan keyin yurak urishlari normaga qaytishi mumkin. Patologik yurak tez urishlarida, ya'ni aynan aytganimiz yurakka bog'liq yoki yurakka bog'liq bo'lmagan kasalliklarda bu kasalliklarni davolash va ularni to'liq remissiyaga tushirish natijasidagina yurakni tez urish, ya'ni taxikardiyalarni bartaraf qilish mumkin bo'ladi. Yurakning urish tezligi odatda har xil adabiyotlarda har xil beriladi, ya'ni yuqori chegarasi ba'zi adabiyotlarda 90 ta, ba'zi adabiyotlarda 100 ta. Odatda biz 100 tadan yuqori bo'lgan yurak urishlari sonini normadan tez, ya'ni taxikardiya deb qabul qilamiz. Va aynan shu yuqori chegaradan o'tgan bemorlarni to'liq tekshiruvlardan o'tkazib, ularda qanaqangi patologiya bor ekanligini aniqlashtirib, davo muolajalarini yoki bo'lmasam reabilitatsiya choralarini ko'ramiz. Yurakning sekin urish kasalligi, ya'ni yurakni sekin urishi normadan 60 tadan past urishi bu bradikardiyalar deyiladi.
Bradikardiyalar ham kelib chiqishiga ko'ra ikki xil bo'ladi. Ya'ni fiziologik bradikardiya va patologik bradikardiya. Fiziologik bradikardiya qachon bo'ladi? Bu bradikardiyalar odatda odam tinch o'tirgan holatida, uxlagan vaqtida yoki bo'lmasa sportchilarda, ya'ni aynan sport bilan shug'ullanadigan insonlarda yurak urishlar soni 60 tadan past bo'ladi. Bularda normal fiziologik yurak urishi hisoblanadi, 60 tadan pastligi. Lekin patologik, ya'ni yurak urishlar sonini 60 tadan past bo'lishi bu aynan bir kasallik hisoblanib, ma'lum bir kasalliklar oqibatida rivojlanadi va ularni aniq kasallikka diagnoz tashxis qo'yib, o'shani davolash yo'li bilan bartaraf qilinadi. Yurakni sekin urishi, ya'ni bradikardiya hushdan ketishga sabab bo'lishi mumkinmi degan ko'pincha bizga savol beriladi va aynan shunda bemorlar murojaat qilib keladi. Yurakni sekin urishi bradikardiyalar hushdan ketishga sabab bo'lishi mumkin. Qachonki inson aktiv harakat qilgan vaqtda, ya'ni yurakka bog'liq bo'lgan kasalliklar, yurak o'tkazuv tizimi, sinus tuguni holsizlik sindromi kasalliklari, AV tugun blokadasi kasalliklari, bu holatda yurak urishlar sonini 40 va 50 tadan pastga tushib ketish holatlarida bemorlarda bosh aylanishi, ko'z oldi qorong'ulashish, hushdan ketish kabi holatlar kuzatilishi mumkin. Buning sababi bosh miyaga yetarlicha qon yetib bormasligi natijasida kislorod bilan to'liq ta'minlay olmaydi va natijada bemorda kislorodga to'yinmaslik, ya'ni gipoksiya holati yuzaga kelib, hushdan ketish holati paydo bo'ladi. Stress yurak urishiga qanday ta'sir ko'rsatadi? Ya'ni stress oqibatida insonlarda yurak urishlar soni tezlashadi. Buning sababi stress omili natijasida simpatik nerv sistemasi aktivlashadi va qonda adrenalin, noradrenalin kabi gormonlar miqdori oshib ketishi natijasida yurak faoliyati tezlashib, yurakni tez urishiga sababchi bo'lishi mumkin bo'ladi. Sportchilarda yurak urishi sekin bo'lishi, ya'ni kam bo'lishi bu normal holatmi? Albatta bu normal holat hisoblanadi. Sababi muntazam ravishda intensiv sport bilan shug'ullanib keladigan insonlarda, ayniqsa sportchilarda yurak mushaklarini kuchi ortishi natijasida yurakni qon otish hajmi ko'payadi. Natijada yurakni kam sonli urishiga qaramasdan organizmni kislorod bilan ta'minlanishi, qon bilan ta'minlanishi yetarlicha bo'ladi va sportchilarda bu ba'zida 50 ta, 40 tagacha yurak urishlari normal hisoblanadi. Yurak notekis urib ketishlari, ya'ni aritmiyalar, bular ularni turiga qarab xavflilik va xavfsiz guruhlariga ajratish mumkin bo'ladi. Albatta yurak notekis urishlari agar bradikardiyalar bilan keladigan bo'lsa va yurak urishlar soni kam sonli bo'ladigan bo'lsa, bemorlarda bosh aylanishi, hushdan ketish, ko'z oldi qorong'ulashishi kabi klinik belgilar bilan namoyon bo'ladigan bo'lsa, bu albatta xavfli hisoblanadi. Va bemorlar albatta bu holatda chuqurlashtirilgan tekshiruvlardan EKG, EKG, Holter monitoring albatta tekshiruvlardan o'tishi shart bo'ladi. Ayniqsa endokrin tizimi kasalliklari, ya'ni gipotireoz kasalliklari yurak urishlar sonini kamayishiga sababchi bo'ladi va bu kasallikni davolash uchun gormonal terapiya o'tkazilsa, bemorlarda to'lig'icha remissiya davri, ya'ni remissiya holati, ya'ni yurakni normal puls bilan ishlashi kuzatilishi mumkin bo'ladi. Yurak tez urishlarini dori ichmasdan turib ham kamaytirish mumkinmi? Albatta yurak tez urishlarini aytib o'tganimizdek fiziologik va patologik holatlarga bo'lib olamiz. Agar fiziologik holatlar bo'lsa, bu albatta bemalol yurakni urishlar sonini dorilarni ichmasdan turib ham normallashtirsa, ya'ni tushirsa bo'ladi. Buning uchun nima qilish kerak? Albatta stress holatidagi inson bu stressdan to'lig'icha chiqishi kerak bo'ladi. Aktiv jismoniy harakat qilayotgan insonlar aktiv harakatni to'xtatib,
dam olish holatiga o'tishlari kerak bo'ladi va agar yurib ketayotgan bo'lsa to'xtashlari talab qilinadi. Bundan tashqari, agar bu holatda ham yurak urishlar soni ko'pligicha saqlanib qolaversa, nafas mashqlarini bajarish mumkin bo'ladi. Ya'ni chuqur nafas olib, 4 sekund davomida nafas olish va 6 sekund davomida nafas chiqarish mashqlarini bajarish yo'li orqali yoki bo'lmasam to'liq meditatsiya, ya'ni tinchlanish holatiga o'tish yordamida ham yurak urishlar sonini dorilarsiz kamaytirish mumkin bo'ladi. Bundan tashqari, energetik ichimliklarni, kofe, kola yoki shunga o'xshash ichimliklarni muntazam ravishda iste'mol qilib keladigan insonlarda ham yurak urishlar soni ko'p bo'lsa, ular shu ichimliklarni qabul qilishni to'xtatsa, yurak urishlar soni dorilarsiz ham normal holatga kelishi mumkin bo'ladi. Yana bir qiziq tomoni, yurakni stress holatda tezlashishiga sabab bo'ladigan yana bir omil bu o'sha aytib o'tganimizdek qondagi adrenalin, noradrenalin miqdorini oshishi va bundan tashqari organizmni himoya reaksiyasi, ya'ni evolyutsiya natijasida kurash yoki qoch degan reaksiyaga kirishishi natijasida organizm shu stress holatida o'sha ta'sir etay turgan omilga qarshi javob berish yoki qochish taraddudini ko'rishi natijasida shunda yurakda tez urib ketish holatlari aynan stress holatida kuzatilishi fanda isbotlangan, bu tasdig'ini topgan. Albatta, agar yurakda yurak urishlar soni kam bo'ladigan bo'lsa va bu simptomli, ya'ni belgilar bilan kechadigan hollarda albatta bemorlarga kardiostimulyator apparatini qo'yish talab qilinadi. Lekin bitta narsaga e'tibor berish kerak, normada 60 tadan kam bo'lsa bu yurak urishlar soni kam degani, ya'ni yurak bradikardiyasi. 60 tadan kam sonli lekin hech qanaqangi klinik belgilari bo'lmagan bemorlarga kardiostimulyator tavsiya qilinmaydi. Sababi ularda hech qanaqangi klinik belgilari yo'q, organizm shunga moslashgan va bemalol ularni hayot faoliyatiga jiddiy ta'sir qiladigan omillar yo'qligi sababli ularga kardiostimulyator shart emas. Lekin bemorlarda agar klinik belgilar bosh aylanishi, hushdan ketish holatlari, nafas qisishi, ko'z oldi qorong'ilashish va ayniqsa tinch holatda ham hansirash belgilari bor bo'lib, yurak urishlari soni 60 tadan 40 tadan kam bo'ladigan bo'lsa, bemorlarga unda kardiostimulyator tavsiya qilinadi va ularga shu muolajani o'tkaziladi. Bizda yaqinda bir real case kuzatildi. Yana 3 kun avval qabulimizga 60 yoshli erkak kishi bosh aylanishi va 2 oyda ichida 2 marta hushdan ketish holati bilan murojaat qilib kelyapti. Bemorda EKG tekshiruvida to'liq avablokada, ya'ni yurak pulsini kamligi 45 ta yurak urishlar soni aniqlandi va bemorda sutka davomida Holter monitoring qilinganida yurak urishlar soni kamligidan tashqari ularda 3 sekunddan ortiqli pauzalar ham aniqlandi. Va biz bemorga kardiostimulyator apparat tavsiya qildik va bu muolajani bajardik. Bemor muolajadan so'ng to'liq tiklanish bosqichida, ya'ni yurganda, harakat qilgan vaqtida hech qanaqangi bosh aylanishlar yoki ko'z oldi qorong'ilashishi bu belgilar yo'qligini aytdi. Mana bemorda mana shu holatda aynan to'g'ri taktika qilinganligi va o'z vaqtida murojaat qilib kelganligi sababli bemor hayoti saqlab qolindi. Bundan avvalroq bir 65 yoshli ayol kishi bizga murojaat qilib kelishgan. Ularda 1 oy davomida bosh aylanishi, ko'z oldi qorong'ilashish va tez-tez hushini yo'qotish holatlari bo'lib turgan, lekin ular kardiologga murojaat qilib bormagan. Va oxiri to'liq hushdan ketib o'ziga qaytib kelmagan holatda shifoxonaga yaqinlari tomonidan olib borilyapti-da, bemorda to'liq avablokada, ya'ni pulsni pasayib ketishi 28 ta puls bilan bizga murojaat qilib kelishyapti. Bemor
To'liq ensefalopatiya deymiz, ya'ni yurakni yaxshi qon haydamaganligi hisobiga yetarlicha kislorod bilan ta'minlamaganligi sababli bosh miyada chuqur o'zgarishlarga sabab bo'lib, ensefalopatiya, ya'ni bosh miyada o'sha kislorod va qon aylanishini buzilishi kuzatilgan va bemorga vaqtinchalik kardiostimulyator qo'yib, holati birmuncha yaxshilanib, hushi ravonlashgandan keyin doimiy kardiostimulyatorga almashtirib qo'ydik va bemor sog'lom holatda so'ng uyga chiqib ketdi. Hozirda kuzatuvimizda bemor kelib turibdi nazoratga, holatlari a'lo darajada, harakatlari erkin. Eng qizig'i, ko'pchilikda tushuncha bor, ya'ni kardiostimulyator apparat qo'yilsa men unga bog'liq bo'lib qolaman, butun umr shu kardiostimulyator apparatga tobe bo'lamanmi degan tushuncha bo'ladi. Lekin aslida bu yurak urishlar soni kamayib ketishi, kardiostimulyatorning vazifasi o'sha pulsni yetarli darajaga ko'tarib berish, ya'ni o'zini normal ishlab chiqarayotgan sinus tugunidan chiqay turgan ritmni yurakni pastki qismlariga yetkazib berish xolos. Ya'ni aynan unga bog'liq holatda apparat to'g'ri ma'lum bir darajada ularni yurak ishlashiga, hayot tarziga yordam beradi, lekin asosiy ishni yurakni o'zi bajaradi to'lig'icha. Ya'ni o'zi impuls ishlab chiqaradi, faqatgina kardiostimulyator apparati bu hosil bo'lgan impulsni bir yurakni qismidan ikkinchi qismiga o'tkazib berish vazifasini bajarib beradi xolos. Shuning uchun bu apparatni qo'yishda yoki qo'ydirishga men nogiron bo'lib qolaman yoki bo'lmasam shunga o'xshash haligi ko'chada har xil gaplarni, noto'g'ri tushunchalarni eshitib qolsalar, yo'q, undan qo'rqish kerak emas. Bemalol murojaat qilib, to hushdan ketib qolib, hushsiz holatda больницаga kelgandan ko'ra uni oldini olib erta bosqichda davo muolajalarini olganlari samarali bo'ladi. Agar siz va yaqinlaringizda ham yurak tez urib ketishi yoki yurak urishlar soni kamayishi, bradikardiyalar bilan bog'liq qanaqadir muammolar bor bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin va agar qandaydir savollar bo'lsa, bemalol izohlarda qoldiring. Biz bajonidil javob beramiz.